Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga binoan xizmatgohingizni ko'rib oling. To'xtatishdi ekan. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati katta inspektori, katta serjant Po'latovman. Hujjatlaringiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Body kamerasi ishchi holatdami? Xuddi shunday. Nima qoidabuzarlik qilib kelyapti? Yo'l harakati qoidasi 9-bandiga asosan to'xtatilyapsiz. Ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanmagingiz uchun Xavfsizlik kamaridan. Hujjat ID kartingiz bormi, hurmatli haydovchi? 730 sonli qonun bo'yicha sizga ID kartdan beraman. Ha, bering. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga binoan xizmatgohingizni ko'rib oling. Bayramlar o'tkazib oldilarmi? Ha, o'zingiz ham bayramlaringiz. Rahmat. Siz bilan bo'layotgan muloqotimizda body kameramiz imtiyoz bo'lyapti. Kamolaxonmisiz? ID karta bersam bo'ladi. Bo'ladi, yetarli. Men sizga avtomotor transport vositasini qaytishi guvohnomasini ham beraman. Shtobiy oldiga o'tib nomerini yozib ko'rmang mana. Mana bu ID kartam mana. Bu ID kartam, bu avtomotor transport vositasini qaytishi guvohnomasi. ID kartangiz o'zi ham yetarli. Mayli endi. Ayol kishi bo'lganingiz uchun qiynalmang dedim-da. Rahmat. Men savolim bor edi sizga, maylimi? Shu ko'p hali Toshkentda, Andijon viloyatlariga ham borib qolsak, gaylar bilan suhbat qilsak, boshqa qilsak, shu o'zimiz o'zbek tilidan boshqa tillarni bilishmaydi-da. Misol uchun turk millatiga mansub bir fuqaro qoidabuzarlik qilsa, ushbu turk millatiga mansub insondan sizlar qanaqa qilib hujjat taqdim qilinglar deb so'raysiz? O'zimiz olti tilda bilamiz endi. Savol bemalol haydovchini to'xtatganimizdan keyin turk tilida savol beramiz. Chunki ular o'zbekcha bilmaydi. O'shani aytaman-da. Misol, masalan, to'xtatganimdan keyin o'sha gapirgan o'zi turk tilligini bilsam, sirazi "Sayın şoför, lütfen belgelerini ibraz edin" deyman. Sirazi o'zi hujjatlarini berishar ekan. misol uchun Arabistonlik bo'lsa-chi? Arab bo'lsa Azizil al-Mustayin yurja taqdimul mustanadat. Qoyil. Misol ingliz bo'lgan bo'lsa-chi? İngiliz bo'ladigan bo'lsa, misol inglizchada so'rashingiz kerak. Sizlar misol shu narsaga majbursizlar-da bilishga. drive, please provide your documents. So'raymiz. Qoyil. Ruschachi, o'zimiz misol rus tilini bilishimiz kerak, majburmiz-ku. Ha, to'g'ri. Ruschadachi? Уважаемый водитель, представляйте, предоставьте ваши документы. Gap yo'q, qoyil, malades. Men sizga gap yo'q. Nima bo'lib qolyapman? Yo, mayli. Men to'g'ri tilda mukammal bilaman. Gap yo'q. Har bitta haydovchi bilan qaysi savolni bersa o'sha